Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Elbek. Bugun sizlar bilan biz PUBG'dagi eng zo'r buglarni sinab ko'ramiz. Ha do'stlar, videoga boshida eslatib o'taman, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tez orada biz 1000 ta obunachiga erishimiz kerak. Shuning uchun sizlar like bosib podpishka qilib qo'yishingiz kerak. Qanunda men videoni boshlayman. Hammasi Erangilda bo'ladi. Birinchi bagimiz esa mana shu yerda. Xo'sh. Bagni ko'rib chiqamiz. Bitta parashyut. Boyani degandim. Hozirgi bagimiz mana buni kiyish kerak. Shu kiyimni kiyib ustiga 3-4 marta bossak emotsiya qilar ekan. Okey, o'xshaydigan bag ekan. Yebat, yonboshida mana bunaqangi paydo qoldi. Birinchi bagimiz o'xshadi. Ustiga 2 marta bossak klon paydo bo'lar ekan. O'xshadi. Keyingi baglar esa Erangilda bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi bagimiz mana shunaqangi suv kerak va suvda biz mana buni bossak bemalol bu suvning ustida yurar ekan. Menimcha ham bu bag o'xshaydi. Qanunda sinab ko'ramiz. Let's go. Menimcha o'xshaydi. Okey. Mana. Endi bemalol suzib o'tsa bo'ladi. Mana bunaqangi qilib suzgandan, sekin suzgandan, ajnaq suzgan yaxshi. Lekin tez suzish ham qo'shilgan ekan. Pastga sho'ng'iymiz. Xo'sh, yaxshi. Bu bagimiz o'xshagani uchun ham videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Jigar go'shalar. Batman. Biz endi keyingi bagda sinamiz. Xo'sh, ikkinchi bag. Я помогу команде вернуться. Tiqilib qoldim. Bile. Plus ikkinchi bag mana shu gatkani mana bu yerlarda bo'lar ekan. Gatkani mana shu yerlarda. Mark the location. Mana shu yerda bo'lish kerak edi. Razraботчиклар tuzatibdi. Mana shu yerda bo'lish kerak edi. Men sizlarga hozir juda ham bir qiziq narsa ko'rsaman. Bu yerda ham bitta bag bor. Please recall me. Bu yerda ham bitta bag bor mana. Shunga o'rtasida все ochiladi. Ikki mamnun ochilsa. Bildirib mamnun ochasizlar. Ichidan qaytaradigan kerakda. Please recall me. No. Qaytaradigan chiqmadi. Odatda bu yerda jamoadoshlari qaytaradigan chiqishi kerak. Bizga chiqmadi. Baribir loot bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bunaqa zayballiklar bor ekan. Я помогу команде вернуться. Xo'sh do'stlar, shu bilan bizning bugungi buglar sinovi challenge'imiz tugadi. Agar keyingi videoda ham chiqishni xohlasanglar, shu videoga birdan like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Qanday keyingi videoda ko'rishguncha xayr.